Assalomu alaykum. Men Zabihullo Fathullayev va biz bu videomizda ChatBlaze.io platformasi orqali qanaqa qilib Instagramda chatbot yasashni, u chatbotimiz plyus, minus qanaqadir so'z qoldirganlarga o'zi javob berib, ulardan podpiska so'rab olishini, podpiska bo'lgandan keyin ularga berishini ko'rib chiqamiz. Avvalgi videolarimda ManyChat bo'yicha ko'rsatgandim. Endi bunda ChatBlaze bo'yicha ko'rib chiqamiz. ManyChat bo'yicha, umuman boshqa darslar, target bo'yicha darslar mening YouTube kanalimda bor. YouTube kanalimga o'tib olsanglar bo'ladi. Xo'p, darsga o'tamiz. Demak, uning uchun ChatBlaze'ga kirib olishimiz kerak. ChatBlaze'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bu joyda mana avtomatizatsiya bo'limi paydo bo'ladi. Mana shu joyga kiramiz. Bu yoqda sozdат qilib avtomatizatsiya olamiz. Xo'p, bu yerda noldan o'zimiz yasashimiz bor. Noldan, ya'ni har bitta bosqichini qilib chiqishimiz yoki aniq shablon bo'yicha. Men oddiy qilib tushuntirmoqchiman, shuning uchun shablon bo'yicha qilamiz. Xo'p, dalayni bosamiz. Bizga shablonlar beradi. Chatbot na kodовое слово, проверка подписки Instagram mana ikkinchisida turibdi. Shuni tanlaymiz. Qayergaligini belgilaymiz. Qaysi bizni loyihamizgaligini va добавить shablon tugmasini bosamiz. Bu yerda mana kelib chiqadi. Bu ChatBlaze tomonidan o'zi yasalgan tayyor shablon. Demak, mana bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda rasmini o'zgartirishimiz kerak biz. Rasmini o'zimizni qanaqadir o'sha lead magnetimizni rasmini qilamiz. Mana bu yerga shuni yozamizki, misol uchun assalomu alaykum. Siz qiziqish bildirganingizdan xursandmiz. Yaningizdan xursandmiz. Misol uchun PDF ni olish uchun bizga obuna bo'ling va pastdagi tugmani bosing. Всё. Har xil narsalar qo'shish mumkin. Mana misol uchun mana tugma deb yozib qo'yamiz. Tugma. Endi bu tugma mana bunga olib ketadigan qilib qo'ydik mana. Tugma ishda noto'g'ri turibdi lekin. Tugmani olib turib, mana knopkani bosdi degan mana bu yerda tagga qo'shib qo'yadi. Bu действиеga o'tadi. Xo'p, bundan o'tgandan keyin mana bu yerda podpiska tekshiradi. Demak, podpiska bo'lganlarni bu tarafga olib o'tib ketadi. Mana bu yerda knopkani bos va podpiskani ol. Obunangizni ko'rdik. Pastdagi tugmani bosib, mana bosib sovg'angizni oling. Всё. Bu yerga ham tugma deb yozib qo'yamiz. Tugma. Endi bu yerga link qo'yamiz qanaqadir. O'sha bizni linkimizga o'tib ketadi bu. O'sha joyga o'tib ketadi. Ya'ni bu ham knopka sanaydi. Endi bu yoqda podpiska bo'lmaganlarga mana bunaqa xabar boradi. Sizni podpiskangizni ko'rmadik. Afsuski, obuna bo'lmagansiz. Obuna bo'lmabsiz. Obuna bo'ling. Obuna bo'ling bo'ldi. Yana misol uchun tayyor tugmasini bosing, obuna bo'lgandan keyin biz gotovani tayyor bossa, bu yoqqa yana sanaydi. Mana bu hozir yana o'lchamagan hali. Mana bu yoqqa yana o'tadi-da, bu agar yana podpiska bo'lgan bo'lsa, agar podpiska bo'lgan bo'lsa bu yoqqa o'tib ketadi. Agar podpiska bo'lmagan bo'lsa, yana bitta mana bundan xabar boradi. Bu yerga ham knopka qo'shib buni dalcha davom ettirib ketish mumkin. Xo'p, bu yoqda bo'lsa 10 minutdan keyin mana bu knopkani bosmasa mabodo deyilgan. Не назначенный теги mana bu knopka хочу tugmasini bosmasa, bu yerga misol uchun хочу tugmasi belgilangan. Bu yerga boradi. 10 minutdan beri siz javob bermayapsiz. 10 minutdan beri tugmani bosmayapsiz deb boradi. Ya'ni mana bu xabar borgandan keyin tugmani bosmasa. Bu oddiy proverka botni ssenariysi. Endi buni qanaqa ishga tushirish? Triggeri zapuska degan joyga kiramiz mana bu yerda. Bu yerda mana kommentariy publikatsiya degan joyi bor yoki сообщение direct bor. Buni o'zingizlar belgilaysizlar. Ya'ni qaysi kerak bo'lsa, несколько triggerов qilib turib, ikkalasini ham ishlatish mumkin misol uchun. Bu yerda boshqacha triggerlar ham bor. Misol uchun распознание сообщения. Сообщениyaga qarab turib javob beradi. Mana bu yerga yozamiz mana. Пишите намерение, начинается со слов клиент хочет. Ya'ni klient xohlayapti mana shunaqa narsani degan joyiga bersak, o'zi aniqlab oladi. Directdan o'zi javob beradi. Adashmasam faqat directda. Keyin сообщение direct, bu directda сообщение, bu kommentariyada, bu storiesga, bu reaksiya storiesga qanaqadir, kommentariy efirga,
Mana reaksiya bossa beradigan qilamiz, efirda kommentariy bo'lsa, stories отметка qilsa yoki uploadda qilsa. Endi bu Chatplace o'zini tarmoqlarga ulangan. Biz chalg'imaymiz, kommentariyga o'tamiz. Kommentariyda все publikatsiya tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bunda targetga ham ishlaydi. Все publikatsiya tanlab qo'ysangiz, u targetlaringiz ham sizning publikatsiyangiz hisoblanadi va targetda plyus qoldirsa ham ishlaydi. Выбранныйga kirsak, biz aniq tanlagan qaysidir nimaga ishlaydi. Postga ishlaydi, misol uchun mana buni tanlab qo'ysak shunga ishlaydi. Agar endi chiqish kerak bo'lgan nima bo'lsa, post bo'lsa, video bo'lsa, все publikatsiya qilib turasiz, chiqqandan keyin o'sha выбранный qilib turib tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda qachon ishlasin? Любой kommentariy bo'lsa ishlasin o'sha post tagida yoki определённый aniq kommentariy ham yoki kommentariy, который содержит в себе. Ya'ni, misol uchun mana bu deylik, salom. Mana shuni faqat salom deb yozsa o'tadi. Misol uchun salom deb yozib bitta nima tashab qo'ysa ham, probel tashab qo'ysa ham bo'ldi, unga javob yozmaydi. Endi kommentariy который содержит в себе bo'lsa, bu salom, salom alaykum deb yozsa yoki salom alaykum deb yozsa bo'lib, farqi yo'q, unga javob beradi. Shunisini e'tiborga olib qo'yinglar. Ya'ni mana bunaqa yozish mumkin. Bu nimaga e'tiborga olish kerak? Misol uchun kurs deb yozing degansiz, lekin pastda kimdir menga kurs kerak emas deb yozdi. Siz kommentariy который содержит в себе qilib qo'ysangiz, kurs deb yozganga ham jo'nataveradi. Kurs kerak emas desa ham, bo'ldi, kurs bo'yicha sizga xabar yubordik deyveradi, kerak emas desa ham. Shunaqa holatlar bo'lishidan qo'rqmasangiz qilishingiz mumkin. Bo'lmasa определённое сообщение qilasiz. Xo'p, запретить повторный запуск. Ya'ni qayta-qayta plus yozaversa, qayta-qayta avtomatizatsiyamiz boravermasligi uchun повторный запускni o'chirib qo'yishimiz kerak va buni misol uchun 2 soatdan keyin qayta qiladigan qilib qo'yish kerak. Buni hech qanaqa saqlash shart emas. Mana shu bo'ldi va buni bitta bosamiz, yondi bo'ldi. Bu o'zi saqlandi mana shu holatda. Endi bu yerdan chiqamiz buni ishlatish uchun. Bu o'zi ishlab turibdi mana, o'chirish uchun mana buni qilamiz. Ishlatish uchun yana shuni yoqib qo'ysak bo'ladi. Endi bunga avtomatik komment ответ beradigan narsa bu. Mana bu yerda instrumenti rosta degan narsa bor. Shunga kiramiz. Mana buni file schoolga olamiz. Ответы на комментарийni bosamiz. Mana bu yerda boshqalarimiz bor. Новый ответ qilamiz va mana bu yerga yozamiz. Naзвание ответа salom. Biz salomga berdik. Определённый kommentariy, mana salom bo'lsa berdingiz. Misol uchun, ham bu yerga ko'proq so'zlar yozilgan. Misol uchun salom deb nima tilda yozishi mumkin, Kiril alifbosida yozishi mumkin, salom deb yozishi mumkin. Shu narsalarni e'tiborga olib turib, har xil variantda berib qo'yishingiz kerak. Qaysi publikatsiyaga deyapti bu yerda ham, misol uchun qaysidir publikatsiyani tanlaymiz. Mana yerga ответlar kiritamiz. Iloji boricha ko'proq ответ kiritish kerak. Javoblar, ya'ni misol uchun directingizga yubordik. И добавить ответ. Directingizni tekshiring. Ko'proq yozsanglar har xilroq chiqadi. Shuning uchun ko'proq yozish kerak bu yerda. Bu ham bo'lgandan keyin sozdать ответni bossak, mana bu ham saqlandi. Mana salom yozildi. Buni hozir o'chirib turishimiz kerak, bu ishlab ketib qoladi. Shuni qiyin emas, ko'p vaqt olmaydi. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Kanalimga o'tib qo'yinglar. Agar shunaqa foydali videolar, foydali maqolalarni avvalroq olaman desanglar, Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda bu haqida, chatbot, targetlar haqida ko'proq ma'lumot berib boraman. Videolarimni ham birinchi bo'lib shu yerga mana shu yerda e'lon qilaman. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar.